Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 5-mart 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 30 so'm 5 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 12.179 so'm 81 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.217.981 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.6% ga tushdi. Yevro 31 so'm 22 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.139 so'm 54 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.413.954 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2.2% ga tushdi. Rossiya rubli 80 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 156 so'm 73 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 156.760 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1.7% ga tushdi. Xitoy yuani 6 so'm 70 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1762 so'm 79 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.762.790 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0.2% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 20 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 71 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7771 Rossiya rubli 21 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.1% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.